Misol uchun, raddom chaqaloq olib chiqish marosimiga siz meni chaqirishyapti. Kuyov aytayaptiki, soat 11 da men uydan yuraman deyapti. Mashina yetilgan. Men soat 11:30 ga raddomga borishim kerak, 11 da aniq yuraman deyapti. Sizni fikringiz bo'yicha 11 da yuradigan raddomga operator soat nechida borgani maqsadga muvofiq bo'ladi? Vaqt masalasi bu ham to'g'ri. Bizning shu sohamizda hamma narsa vaqtga mo'ljallangan. Siz aytayotgan oilaviy tadbirda hamma turadi, oilaviy tadbirlar hamma turadi. Operator o'zini malakasidan kelib chiqib, to u 11 da yurguncha nima kadrlarni tasvirga tushirish kerak? Unga qancha vaqt ketadi? Shunga misol uchun yarim soat, 1 soat vaqt ketadigan bo'lsa, 11 ga yetdimi, uni hisobida 1 soat 10 ga borish kerakmi? Iloji bo'lsa 9:30 ga borsa, o'sha xonadonni xizmatga chaqirgan insonlarning ham ko'ngli to'q bo'ladi. Mana siz xudo xolisa mana bugun taklif qildingiz. Takliflar uchun rahmat dedim. Etilgan joyga vohli borib o'rganganman deyman, birovni kuttirmaslik kerak. Shu yoshlarga ham shuni aytaman. Ko'chada yo'llar tirband bo'lib qoldi, ushlanib qoldim. U insonning problemasida. Keyingi buyurtmani o'ylab beradi. Agar vaqt hozir hammasi mana oilaviy tadbirda to'g'ri xonada vas, o'tga borganingizda ham bularni nechta inson kutib turadi. Keyin o'tga chaqirilgan hali avtomobillar bor. Ularning ham keyingi buyurtmalari bor. Endi shu taqalib kelib operator sababchi bo'lib qolmas kerak-da. Uning uchun o'sha insonda mas'uliyat bo'lish kerak. Mas'uliyatli inson bo'lgandan keyin boshqa insonlarga vaqt jihatdan o'zini ziyonini yetkazmas kerak. Iloji boricha 11 degan bo'lsa 9 ga boraversa, baribir bekor-ku. Shu kuni shu insonga vaqti bag'ishlangan. Xotirjam syomkasini qiladi, uydagi odamlar ham xotirjam bo'ladi demoqsiz. Shoshmaydi. Shoshmasangiz, ishingiz chiroyli chiqaveradi. Shoshdingizmi, kamchilik ustiga kamchilik tug'ilib ketaveradi.